Bilin qornim och. Qatqatga borib, restoranga borsam ekan, Bilin olmosh berishadi-ku. Ma'lumni so'rab ko'raman. Oyi, ha. O'rtoqlarimga borsam bo'ladimi? Qo'g'imsan, kallamsan, o'rtoqlaring masanga necha marta aytganman. Bormagin deb. Ha, qorni ochdimi? Sen qorning ochdimi deyman, Ha, oyi, qornim ochdi. Shuning uchun ovqatga so'rasam maylimi? Ana shuncha uyda ro'zg'or bor. Hali ham uvol qilib turibdi, yemagani yo'q, hali ham uvol bo'lib turibdi. Bilasanmi shuni? Qachon uydagina ovqatlarni yeysan, faqat restorankini yeysan, Oyi, o'zim ham odamman, men ham it emasman, men ham bolaman, men ham sizni qizingizman. Nima meni lo'li boqib tuqqanmi deyman? Nima, sen onangga hali shunaqa do'stsanmi? Ha, boshqa nima qilardim? Mayli, bo'pti, asabimni chiqarmasdan tez restoranga borib ovqatlanib kel, xo'pmi? Ure! Ketdim. Ure, bugun restoranga boraman, restoranga. Ana men tayyorman. Tak, bunaqa kiritamiz o'g'lan. Yuhu! Sumkam qolib ketdi. Вот так, telefon bilan kartochkom. Ey! Что-то, блядь. Restoranga boraman, restoranga boraman. Buraya kelin kimdir bormi? Assalomu alaykum, nima xizmat? Menga bitta pirojnoy berib yuboring, sendvich bilan. Xo'p, biladi mijoz. Rahmat. Chu bo'ldimi, ketdimi ekan? Kattaga pul to'lamadim. Cham. Kattaga qo'llandim, bilaman. Uyga qaytib qolamiz. Namchi pulim ko'p. Sizlarga shu yerda yoqqan bo'lsa, obuna va like bosing, hammaga poka. Poka.